Assalomu alaykum tug'anlar. Hafta beraka xizmatni boshladi. Bugun 15-aprel. Ertaga 9dan 11gacha shu yerda xizmatda bo'lamiz. Hozirgi videoda poni salonda qolgan mashinalarni obzorini beramiz. Kimga interesli bo'lsa, o'shalarni ko'rsangiz, senalarni aytib o'tamiz. Hamda mashinalarni bir seri ko'rsatamiz. Mashina olam deganlarga so'rin mumkinchilik shu videoda ko'rsangiz bir mashina javob olsa baylansalar o'sha bo'yicha informatsiyani to'liq beramiz. Anan kelib o'sha mashinani ko'rsangiz bo'ladi. Bu yoqdan Toyota Corolla unasi 2004-yilgi sveji kelgan Belarus yoqdan 1.6 ko'lamda benzin 430 ming basına chiqqan. Ichki abollarni bir seri ochimdan ko'rsatib qo'yamiz. Salon abollari 430 mingga yaxshi senada chiqqan, biroq 2004-yilgi 1.6 ko'lamda bu yoqdan Spark 2012-yilgi 460 ming basına chiqqan bir ko'lamda benzin. Mashinalarni bir seri aylanib ishlarini ko'rsatib qo'yamiz. Salon abollari тряпочный, biroq salonlari yaxshi abollar. Budjetniy variantdagi malolitражка izlaganlarga o'sha son variant. Sirtida hech qanday qila turgan vlojeniyalari yo'q. Sirtlari top-toza turadi. Bu yoqdan Chang'an. Bular ham жаңа mashina, bularning probegi yo'q. 0 probegdi. $12,900 chiqqan. 2025 1.5 ko'lamda benzin. Nomerlar qadalgan. Sveji перегонda ona. Chevrolet Spark. Spark'ni yilini hozir aytib o'tamiz. Tak, 2018-yilgi 1 ko'lamda 550 mingga chiqadi. Shuni ham biz salonda qolgan, ichini biz ko'rsatamiz. Kojinli salon. Bu yoqdan multirul prostoy bazaviy komplektatsiya degan. Multirullari yo'q. 550 mingga. Kimga interesli bo'lsa, shu hafta beraka salondan narichiga bo'ladi. Keyin biz o'zimiz ko'rsatamiz. 2019-yilgi Spark ma'lumoti $7,800 chiqqan ekan. 2019 5 kulchoy dostuplari bor. Slipoy zona, avtomatik поворотниктari, bu yoqdan black pianolar ishlagan. Bu yoqda knopka bordog'i bor ekan. Multirullari, knopkalar, distronikalari, avtomat коробка, kojasini amallarda so'ndira, torpedalari toza. Salondan narichiga bo'ladi. Bordog'ini suylash yo'llari bor. Keyin bu yoqda bog'lar bor. Продажада son qilib söylashib olib beradi. Slipoy zonasi bor ekan. Primer 2019 $7,800. Kia Morning 2020 11-ay $8,800 chiqqan. Salondan nachida bo'ldi. Bu yoqdan 5 kulchoy dostuplar qaralgan. Ichki havollari top-toza turadi. Ximik zalchiligi yo'q. Alt qo'rindiqlari bu yoqdan ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Podogrev обдувсиденlari qaralgan ekan. Salon abolati son turadi. 2020 11-ay $8,800 salondan narichida bo'ldi. Chang'an Unizet 2025 bular sveji перегон 16,300 ga chiqqan. Bular 0 probegda. Bishkekdan ham yurib kelgan emas, o'sha tralda yuktirgan. Prям 0 probegda. Жаңа mashina. Basi $16,300 ga chiqqan. Salondan narichida bo'ldi. Kelib ko'rsangiz bo'ladi. Kia K5 unasi 2022 ko'lamda benzin $13,200 ga chiqqan. Tak, ichki bog'larni bir sira ko'rsatamiz. Probegi 90 ming chaqirim bosgan ekan. Кожаный salon. Плавающие сиденьялар qaralgan. Multirul, gaz управление, shaybaviy коробкасы. Android monitorga qo'yilgan. O'zim zavodchi Android monitorida. Torpedalari toza. Ichki bog'larni ko'rsatamiz. Orqa o'rinli uchun podogrev sidinlardan qaralgan ekan. Mana brok stoplarmi? Bu sveji перегонda olan nomeri yo'q. 13,200 ga chiqqan. Kelsangiz hajamini söylashib, nomerini söylashib ko'ramiz. Может, içinde qilib beradi o'shani. Grandeur 2023 $26,500 ga chiqqan ekan. 23 ming probeg. 1.6 ko'lamda gibrid. Ichki bog'larni ko'rsatamiz. Salon abollari bezramishning eshiklarda pamyat sideniya qaralgan.
Sidindan balları ötü sonun turadi. İchki abolları. Bu komplektatsiya bo'yicha ma'lumot u polni full komplektatsiyada başlaydi. Orqa shtorkalari, orqa podagri. İchki abolları ko'rgazma bu sonda olma. Grande urdi janasi. Kimga interesni bo'lsa, hafta beraka salondan ichida bo'ldi. 360 kamera to'sh qaragan ekan. 26500 dollar. Hyundai Grandeur. Hyundai Sonata D8 2019 2 ko'lamda benzin 12900 dollarga chiqqan. Бескульчой доступ, автоматический поворотник, обшивкалары таза, сиденье баллары сонун турат, плавающее сиденье, мультирул, галса управление, кнопочный коробкасы, драйв мод, автохолтор каралган, торпедалар таза, боюнда эч кандай трешиналар жок. 12900 долларга чыккан. Аткорун тенемишти көрүп коебуз. Так. D8 мынасы. Salondan alisida bo'ldi. Sirtida hech qanday влаженияsi yo'q. Bu joqdan ledlari qaralgan. Ko'rinib shu led ham bo'ldi. Bazaviy komplektatsiyalarni. Buni komplektatsiyasi yaxshi ekan. Chevrolet Malibu 2019 10900 dollarga chiqqan, 2 ko'lamda turbina. Beskul do'st, va mashina javob qolibdir. Avvaldan ko'rsataman edim. Sirt abolida влажение yo'q. 10900 ga chiqqan. Breksa qo'yilgan ekan, breksasi bor. Sirt abolida hech qanday влаженияsi yo'q. Mashina salonda bo'ldi. Kelsangiz polni ko'rsatib beramiz. Arzon бағада сөйлешіп beramiz. 7800 dollarga chiqqan, dag'i bir Malibu 1.5 2017-yilgi. Toyota Prius unasi 2015 30 kuzov 1.8 ko'lamda gibrid 12400 dollarga chiqqan. 2015-yilgi gibrid. İchki abollarni ko'rsangiz bo'ladi. Toza abolda. Ortlarini ham bir sizga ko'rsatib qo'yamiz. İchki abollari. Yaxshi unalardan biri Toyota Prius unasi. Jani o'ta pishiq bo'ldi shu mashinada gibrid plus ekonomishni bo'ldi. Sirtida hech qanday влаженияsi yo'q. Avtoberika salonda bo'ldi. Kelsangiz so'ni qilib söyleshib beramiz. Mercedes-Benz W220 10300 dollarga chiqqan 2003-yilgi 3.7 ko'lamda benzin. Mashina avtoberika salonda bo'ldi. Buni ham javob qo'yib tur. Ichki abollarni ko'rsatayinmi? Kojinli salon, ko'chasini abollarga so'ntra. BMW 735i 2002-yilgi 3.6 ko'lamda benzin 550 mingga chiqqan. Salondan ichida bo'ldi. Kelsangiz so'ni qilib söyleshib beramiz. Kia K8 unasi. Ichki abollarni bir sira ko'rsatamiz. Salonda o'ta toza abolda turadi. Shtorkalari bor, podogrev sidenya qaragan orqa uchun. Beskul dostup. Salon abollari o'ta yaxshi. Probegi bo'yicha ma'lumot 26000 chaqirim bosgan ekan. 2023-yilgi 12-oyda chiqargan 1.6 ko'lamda gibrid 22500 dollar. Kia K8. Samyong Karanda unasi 2020 12-oy 1.5 ko'lamda benzin 13500 dollarga chiqqan. Salondan ichida bo'ldi. 2020 12-oy 13500 dollar. Beskul dostupları bor. Полный электропакет, мультирол, круз-контроль, колесо управления, автомат коробка, драйв мод, помощник при спуске, антизанос, бардық кнопкалары бар. Salon abolları o'ta yaxshi. Ancha yerdan paketlari chechilib olib tur. Podogrev sidenya orqa o'rindiq uchun led stop turdi. Sirtida hech qanday влаженияsi yo'q ekan. Salondan ichida bo'ldi. Kelsangiz o'zi son qilib söyleshib beramiz. Honda Sero unasi 2021 Amerikanец 1.5 ko'lamda benzin 21400 dollarga chiqqan. Bismillah, salondan ichida bo'ldi. 11000 mil esebinden chaqirim bosgan ekan. Salon javob qolib tur. Ichki abollarni ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Avtomatik коробка передач, тряпочный salon, salon abollari son turadi. Kelsangiz biz o'zi son qilib söyleshib beramiz bu mashinada. Matiz unasi 2010 295 mingga chiqqan.
Salonda наличиде болот. İşlerini ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Ichki ballar o'ta sovuq turadi. Niklarni qo'yib jasad qo'ygan. Avtoberiki salonda bo'ladi. Porter unasi. Yılı boyunca ma'lumot 2017 2.5 ko'rimda dizel 820 mingga chiqqan. Arzon ballar chiqibdir. Salondan наличиде bo'ladi. Avtomatik ko'rib beradi. Kecha reklamasi chiqqanlar bu mashinani. Kelib ko'rsangiz bo'ladi. Salondan наличиде bo'ladi. Sonata LF unasi 2018 2 ko'rimda gaz 660 mingga chiqqan. Taksida yurgan bu mashinalar. Avtoberiki salonda bo'ladi. Ichki ballarni ko'rib qo'ysangiz. Torpedalari toza. Ko'chasining ballari yaxshi balla turadi. Orqa o'rindiqlari sirtida hech qanday vложение ko'rinmaydi. Salonga kelsangiz joy bir ko'rib, sodalashib olsangiz bo'ladi 660 mingga. Shunday mashinani izlaganlar o'ta ko'p bo'lgan. Zvonoktor. Salonda наличиде bor, kelsangiz ko'rib sodalashib olib berasiz. Kona elektrический 13.200 dollarga chiqqan. Zapas hod 400 km. Ichki ballarni bizga ko'rsatamiz. Salon ballari so'nin. Bu yoqdan knopочный управленияsi, коробкасы. Подогрев обдув сиденьялар qaralgan, monitor, torpedalar toza, lavanda hech qanday treshinalar yo'q. Orqa o'rindiqlarni ko'rsatamiz. Sirtida hech qanday vложениесі yo'q. Salonda наличиде bo'ladi. Toyota Yaris unasi 2008 1.3 ko'rimda benzin 450 ming basına chiqqan. Salonda bo'ladi. Robot коробка ekan. Ichki ballarni ko'rsangiz bo'ladi. Orqa ballari mashina holati yaxshi. Sirtida hech qanday vложениесі yo'q. Salonda наличиде bo'ladi. Kia K3 2020-yilgi 1.6 ko'rimda benzin 11.500 dollar. Бесключевой доступ, автоздел поворотник, слепое управленияси, кожаный салон, подогрев обдув сиденьялар bor, komplekt asosbashli jirni ekan. Torpedalar toza, lavanda hech qanday treshinalar yo'q. Bosgan chaqirimi 162 ming chaqirim bosgan ekan. Multirullari bor. Orqa o'rindiqlari toza balla turadi. Sirtida hech qanday vложениесі yo'q. Kraska bo'yicha ma'lumotlar kelsangiz tavsiyalar bor. Bir sıra polini tekshirib ballar olib beradi. 11.500 dollar. BMW unasi E34 92-yilgi 350 ming basına chiqqan. Tak ichki ballarni bizga ko'rsatamiz. Shu oldingi qiz kichkina tulanib qolibdir. Jasad olsangiz bo'ladi. Mexanический ko'rib beradi. BMW любитель. Bizga ko'rib qolsangiz. Universal kuzov ekan. Biroq sirtida hech qanday vложениесі yo'q. 350 ming so'm 92-yilgi Chevrolet Trailblazer 1.3 ko'lamda 12.500 dollarga chiqqan 2021 Бесключевой доступтар qaralgan. Ichki ballar o'ta so'nin turadi. Multirul голосовое управленияsi, подогрев обдув сиденьялар, плавающие сиденья. Orqa o'rindiqlarni biz sizga ko'rsatamiz. Orqa o'rindiqlarni top-toza, sirtida hech qanday vложениесі yo'q. RS komplektatsiyada deydi. 21 12.500 dollarga Chevrolet Trailblazer. Honda Servo 2001-yilgi 650 ming baho chiqqan. Salonda наличиде bo'ladi. Ishdan biz sizga ko'rsatib qo'yamiz. Ishdan yaxshi ahvolda. Orqa o'rindiqlari, torpedalari toza. Salonda наличиде bo'ladi. Sirtida hech qanday vложениесі yo'q ekan. 650 mingga Honda Servo unasi salonda наличиде turadi. Kia Seltos 1.6 ko'lamda benzin 12 ming dollar. Бесключевой доступ, слепой зона, автоздел поворотниклari bor. Кожаный салон, плавающие сиденья, мультирул, голосовое управление, адаптивный круиз-контроль. Bu yoqdan bardıq knopkalar bor ekan. Подогрев обдув, камера управления, драйв мод, электронный ручник. Torpedalar toza, lavanda hech qanday treshinalar yo'q. Orqa o'rindiqlari yaxshi ahvolda ekan.
Бұл жақтан подогрев сиденьялар қаралған. Сыртында ешқандай вложениясы жоқ. 12 000 долларға жақсы бағада шыққан. Салондан альчи да болады. Кімге интересный болса келсе, полный балалар білсе текшеріп. 1.6 көлемде дизель 28 000 пробег екен. 12 000 долларға шыққан. Sanyo'nun Torres bunası. 1.5 kөлемде бензин 17 000 доллар 2023 жылғы. 5 ключевой слепой зона, автомобиль поворотник, бар жағы қаралған. Ішкі балаларын көріп қойсаңыз болады. Климат контролдері Android мынақада мониторда болады. Өзінің штатный мониторында торпедалар таза, лавайна ешқандай трещина жоқ, черный потолок. 19 000 шақырым басқан екен. Свежий перегондауына, подогрев сиденья, шторкалар қаралған, сыртында ешқандай вложениясы жоқ. Краска бойынша малуматтар келсеңер, подробно бір сері текшеріп балалар алып береді. Sanyo'nun Torres унасы 17 000 долларға. Кімге интересный болса, автобереке салондан альчида болады. Samsung XM3 2021 жылғы 1.6 көлемде бензин 50 000 шақырым басып тұр, 950 000 сом. 5 ключевой доступ, мини кроссовер деп есептеуге болады бұлар. Автомобиль поворотник, слепой зона, комплектациясы жирный екен. Бұл жақтан сиденьяның абалары сонып тұрады, электронный ручник, бұлар чистый автомат коробка болады. Торпедалар таза, лавайна ешқандай трещина жоқ. 1.6 көлемде бензин. Артқы орындықтарын көрсетеміз. Сиденьяның абалары сонып тұрады. Компактный кроссоверлер де бұлар. Мана абалы өте жақсы, ешқандай вложениясы жоқ. Samsung XM3 950 000-ге салондан альчида болады. Келсеңіз біз соны сөйлесіп береміз. Хан, Rexton Хан. 2019 жылғы 4 2.2 көлемде дизель 15 500 доллар. 5 ключевой доступ, слепой зонасы жоқ екен, автомобиль поворотник бар екен. Ішкі балы полный электропакет, электроплавающий сиденье, мультирул, голосовое управление, подогрев руля, 93 000 шақырым басып тұр, автомат коробка, 4 управлениясы, мониторлар, торпедалар таза, мамойна ешқандай трещиналар жоқ. Rexton Ханды спортмен айырмасы кішкене ұзырақ болады. Хан спорттар кішкене қысқарақ болады. Артқы орындықтары, подогрев сиденьялар қаралған. Оны автобереке салонда болады. Сыртында ешқандай вложениясы жоқ екен. Краска бойынша малумат келсеңер подробно тексеріп береміз. Велместер EX5 2021 жылғы 400 запас ходымен 9700 долларға шыққан. Ішкі абаларын бір сізге көрсетіп қойыңыз. Салон абалы өте жақсы. Мониторы чоң болады. Кішкенекей әмді қаралған, бірақ мұна чоңыдан. Кішкенекей емес. Ішкі абалары өте сонып тұрады. Свежий перегондауына номер қаралған емес. Сыртта абалында ешқандай вложениясы жоқ. Велместер 9700 доллар. Чанган KS55 болшы керек бұл 15 900 долларға шыққан екен. 1.5 көлемде турбина бензин. Ішкі абалдан бір сізге көрсетеміз. Жаңа оны ручкалары бұяқтан ашылады екен. Необычный қылып істеп қойған. Ошо чоң монитордың ішінде бардық комплектация қаралған. Ключевой доступ бар. Беспроводной зарядник. Ішкі абалары тұсон. KS55 плюс. Сыртқы абалында ешқандай вложениясы жоқ. Жаңа оналар бұлар. QM6 Samsung 1.6 көлемде дизель, жоқ, 2 көлемде дизель, 830 000-ге шыққан 2018 жылғы. Машинаны абалын бір көріп қойсаңыз болады. Сыртқы абалдарын арзан оны іздеп жүргендерге сон вариант. Кроссовер 2 көлемде дизель, автомобиль поворотник қаралған, никель ручка, кожаный салон, автомат коробка. Ішкі абаларын көріп қойсаңыз болады. Подогрев сиденьялар қаралған. Торпедалар таза. Басқан шақырымы 239 000 шақырым басқан екен. 730 000-ге өте сон вариант. Кроссовер Samsung QM6. Сыртында ешқандай вложениясы жоқ. Кейінгі машинамыз бұл жақтан Chevrolet Impala
2016 2.4 bölümde benzin 730 ming. Sedan Spark Morning'e qaraganda o'ta son bo'g'inlardan biri. Sedan ichki havolarni ko'rib qo'ysangiz, ichki havolar yaxshi. Sirtida hech qanday vlojeniyasi yo'q. Avtoberka salonda bor. Kelib ko'rsangiz bor. Porter холодильник, bu yoqdan ikkita porter o'z bor. Ularga ham bir sira ichki havolarni ko'rsatamiz. Avtomatik Tiptronika. İchki havolar azbalarni bir sira ko'rsataman. 2022 yilgi 2.5 ko'lamda dizel 12.300 dollarga chiqqan. 1198 chaqirim bosgan ekan. Bundan esa 2021 2.5 ko'lamda dizel avtomat Tiptronika 1.100 mingga chiqqan. 22.000 chaqirim bosgan ekan. Bu холодильник 2019 2.5 ko'lamda dizel 1.350 mingga chiqqan ekan. Bu чистый avtomat. Tiptronika yo'q. Avtomat korobkada. Bu yoqdan Kia K8 bunasi 2021 11-ay 1.6 gibrid 18.500 dollarga chiqqan родной окрасda deydi. Bosgan chaqirim 211 ming. Yo 291 ming chaqirim bosgan ekan. Podогрев сиденья, обдув сиденья bor, jo'q qaraman bu mashlarda ham. Естественно, bor. Sidenya nomlari o'ta sonu. Bu yoqda hech qanday vlojeniya qila turgan joylari yo'q. Ortqa havolarni ko'rsatamiz. Orqa o'rindiq uchun отдельная шторка, podогрев сиденья qaralgan, stakanliklari bor. Mana bu stoptori bilan sirtida hech qanday vlojeniyasi yo'q. Avtoberka salonda bor. Kelib interes qilsangiz bor. Chang'an Yunize tunasi. Bular 2026 жаңыларdan. Oldingilar 1.5 robot bo'lib chiqqanlar, bularni bir sira informatsiyasini o'qib olganda avtomat korobka deb aytishganlar. Interes bo'lsa, kirib Google'dan bir sira tekshirib qo'ysangiz bo'ladi. Кожаный салон, massaj сиденья qaragan, плавающий сиденье, multirul. O'sha bunda monitorning ichida barcha funksiyasi bor. 890 kilometr yurgan. O'sha Bishkekdan boshqa minib kelishgan 16.200 dollarga chiqqan. 2026 1.5 turbina. Mashinani bir sira ko'rib qo'ysalar. Жаңы mashina sirtida hech qanday vlojeniyasi bo'lmaydi. Suyulish yo'llari bor. Kelsa tekshirib bolalar olib beradi. Anan hajayini rassrochka ham berayim deb aytganlar. Kelsa biz sonni qilib suyulish beramiz. Samsung QM6 2 ko'lamda gaz 2021-yilgi почти 21 ga 22 o'qot. 12-ay ekan. 12.500 dollarga chiqib turib 1.000 chaqirim bosgan. 12.000 dollarga o'ta sonli krossovlerdan biri. Ichki havolarni bir sira ko'rsatamiz. Terrakotaviy salon deb qo'yiblardi. Ichki havolarni ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Multirul, gaz управление, podогрев, обдув сиденья bor, jo'q qaragan. Bunun orqasi bagaj ham elektronli bo'lishi kerak. Elektronli bagajlarda ichki havolar o'ta son. Kraska bo'yicha ma'lumot. Kelsa tashmayman polni tekshirib beramiz. Kia Sorento unasi ichki havolarni bir sira ko'rsatamiz bundan ham. Тряпочный salonda. Yo'q, bu yoqda деревянный аквапринт. Tez ключойлар jo'q ekan. Слепой zona, повторный поворотник bor. Полный elektropakет, слепое управленияsi, sidena namollari o'ta son turadi, elektroplавающий сиденье, avtomat коробка 4WD. 4WD управление qilsangiz bo'ladi bu yoqdan. Salon namollari o'ta yaxshi. 96.000 millisevendan chaqirim bosgan ekan. Nomerlari bor ekan. 2.4 ko'lamda benzin 14.900 dollarga chiqqan. 4WD 2019 Kia Sorento unasi. Salondan ichida bor. Свежий перегондо nomerlar qaralgan ekan. Kia Seltos 2021-yilgi 1.6 ko'lamda dizel 12.000 dollar 190 ming chaqirim bosgan ekan. Ichki havolarni sizga ko'rsatamiz. Bunda podогрев обдув сиденья jo'q ekan, drive mode bor ekan. Avtomat коробка, multirul, газовое управление bor. Jo'q колесо управленияsi вроде jo'q ekan. Multirul, cruise control bor ekan. Колесо движения. Ortqa o'rindiqlarni ko'rsatamiz. Sirtida hech qanday vlojeniyasi yo'q. Задний kamera.
Kia Seltos unasi. Kimga interesli bo'lsa, avtobereki salonidan alchida bo'ldi. Kia Seltos bu Jang'isdan. Ichki bo'lganini ko'rsatamiz. Kожаный salon. Бесключевой достуp qaralgan. Газовое управление, мультируль, подогрев, камера управления, подогрев руля, электронный ручник. Ichki bo'lganlar o'ta so'm turadi. 2024 1.6 ko'lamda benzin $17.200 chiqib tur. Slipoy zonasi тоже bor. Sirtida hech qanday vложение qiladigan joylari yo'q. Kraska bo'yicha ma'lumot kelsalar polni tekshirib beramiz. Tavsiyalarimiz bor. Sanyon Karando 2020-yilgi 1.5 ko'lamda benzin $13.000 chiqadi. 83.000 chaqirim bosgan ekan, бесключевой доступ, повторитель поворотник, электропакет, сиденья на баллары so'm turadi, кожаный сиденья, автоматический коробка передач, ichki bollarni ko'rsangiz bo'ladi. Video registrator to'g'ri qaralgan. Подогрев сиденья orqa o'rindiq uchun отдельно bor. Sanyon Karando LED stop turdi. Kimga interesli bo'lsa, $13.000 chiqqan salondan alchida bo'ldi. Chevrolet Trailblazer 2020-yilgi 1.3,5 ko'lamda benzin $11.800 chiqqan. Mashina javob ekan. Kimga interesli bo'lsa, salondan alchida bo'ldi. 76.000 chaqirim bosgan. Fengon AX5 2020-yilgi 1.5 ko'lamda gaz benzin 277.000 chaqirim bosgan. $15.000. Ichki bollarni sizga ko'rsatamiz. Fengon. Avtomat коробка. Klimat kontrollari bu yoqdan sensorli ekan. Tapidor tozalab hech qanday trishni yo'q, lyuk qaralgan. Multirollari bor. Ichki bollarni sizga ko'rsatib bo'ldi. Sirtida hech qanday vложенияsi yo'q. Salondan ichida bo'ldi. Mesela son konsulüyoruz. Avtobereki xizmatlarda kimga olib sotuv xizmatlari kerak bo'lsa, kelsalar maksimal harakat qilib sotib beramiz. Olish kerak bo'lsa, maksimal harakat qilib tekshirib olib berishga harakat qilamiz. Avtobereki xizmatlarda